Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz ko'rgan qardoshlar, men ota-onam va o'rtoqlarimni guvoh qilmoqchi. Mening ismim Muhammad Abdullah. Men Sharq Turkistonning Aqsu shahri Avod Naisa Aybag'iza etinadi 4-yilda tug'ilib o'sdim. Dadam Abdullah Mahmud 1966-yilda tug'ilgan, anam Zo'ragul To'xti 1971-yilda tug'ilgan. Ben Muhammed Abdullah 1988-yili 10-ayning 10-kunida tug'ilgan. Örgül Abdullah 1991-yilda tug'ilgan. Sümeyya Abdullah 1996-yilda tug'ilgan. Shayba Abdullah 2011-yilda tug'ilgan. Ondan küçük bir qarindishim bor. İsmini o'qimayman, qizligini bilaman. Qiz qarindishimni bilaman. Va ishqanda mening qo'limda va qarindoshlarimning hech qaysining birisining fotograf bo'lmog'i uchun bu video paylaşamadım, chiqaramadim. Dadam Abdullah Mahmud 2014-yili 5-oyda Chin tarafidan hapsxonaga otilgan bitin 10 yil kesilgan. Yine Aqsu shahrining Shaya nahiyasida qamoqxonasida tutilgan anlagandim. Va 2015-yili 1-oydan boshlab apam va qarindoshlarimdan hech qaysidan bir xabar yo'q. Ular hayotmi, jazoga girdimi yoki o'lib qoldimi, hech qanday bir xabarim yo'q. Men mushularning ustini guvoh qilmoqchi, mushularning izlarini qilmoqchi, mushularning izlarini Dunyo inson huquq tashkiloti, Turkiyadagi partiya, Millatchilar partiyasi, NHP, CHP partiya orqali mushularning mushu mening ovozimni, mushu dardimni dertleshishni so'rab xabarni tepirishni har tashkilotdan va har qaysi davlatlardan so'rayman. Men 2014-yili Turkiyaga keldim va Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyada İstanbulda azroq mezgil yashadim va undan keyin Qaysariyada 2015dan boshlab Qaysariyada ta hozirga qadar yashayapman. Men bu videoni her qaysi qarindoshlarimning ko'rganlariniki bilan paylaşishni o'ylashib yo'lladim. Mening dardimga dardman bo'lish shuni yo'lladim. Videoni hammangizdan Alloh razı olsun.